Hammaga salom, sizlar bilan men Rahmonov Rustam do'stlar. Bu video chiqarishdan juda ham ko'p o'yladim. Chunki bundan oldingi chiqargan videomda o'zim nomerini qoldirgan edim. Почти hamma davlatdan telefon qildilar menga. Hammanglarga rahmat birinchidan. Videoni to'g'ri tushunganinglar. Ikkinchidan do'stlar, To'ychakani hamma bu yerda o'zi qoralayapti. O'ylayman bu noto'g'ri qoralash. Chunki balki To'ychaka o'zi xohlamagan tariqida qilayotgandir. Menga ham tegdi bular, juda qattiq tegdi. Lekin bu yerda nima gap bu hali hech kim bilmaydi. Balki bu yerda xotini shuna qilayotgandir. Kvitansiya ko'rsatgan 55,000 AQSh dollari deganini ham biz hozir aniqlashtirdik. Bu Moskvada misol bolalar borgan payti, elchixonaga kirgan payt elchixonaga 55 dollar pul to'lanadi. Bu госпошлина to'lanadi, keyin временный pasport beradi. O'shani kvitantsiyasi ekan. Bu kvitantsiyani xuddi shunaqa kvitantsiyani mana Anvar aka Moskvaga ketdi, ergashgan qilgan payt ko'rsatamiz o'sha kvitantsiyani. Solishtirib ko'rasiz o'zingiz. O'sha kvitansiya. Xo'sh, undan tashqari do'stlar, juda ham ko'pinglar nomerini so'rayapsizlar. Ergash akani, men o'zim gapim bor. To'ychakani deganim, Ergash akani. Uje nervda har xil gap gapiryapman. To'ychakani juda ham ko'pinglar nomerini so'rayapsizlar. Do'stlar, bu haqida ham o'ylab ko'rdim. Hozir telefon qilib so'kib, undan hech nima yaxshilik chiqmaydi. Do'stlar, da kelinglar. To'ychaka haqida vashi esdan chiqaraylik va boshqa narsa haqida gaplashmoqchi emas sizlar bilan. Mana hozir Ergash aka dedim, birdan kallamga keldi. Ergash aka haqida gaplashsak do'stlar. Bu ishni boshladim. Bu ishni boshlagandan keyin men tashab qo'ymayman. Men shunaqa odamman. Ota-onam shunday tarbiya qilgan. Yarim yildan tashab keta olmayman. Men nima qilib bo'lsa ham Ergash akaga oxirgacha yordam beraman. Bu ishda sizlar menga yordam berasizlarmi, yordam bermaysizlarmi? Menga nima desam bo'ladi, qarashasizlarmi, yo'qmi? Buni bilmayman. Lekin qarashsanglar menga yaxshiroq bo'ladi. Qarashmasanglar o'zimning oyligimdan bo'lsa ham Ergash akani uyiga borib o'raman. Do'stlar, nima demoqchiman? Butun dunyo yer yuzida 7 milliard aholi bor. 7 milliard aholining ichida 31 million o'zbekmiz do'stlar. Bu juda ham ozchilik degan. 31 million o'zbekda do'stlar, men xohlamayman. Hatto bittasini ham, yarimtasini ham ko'chaga qolishini yoki shunaqa qiyin vaziyatga tushib qolishini. Biz bir-birimizni поддерживать qilishimiz kerak. Chunki ota-bobolarimiz, bizning ota-bobolarimiz, Amur Temurlar, Ulug'bek qanaqa insonlar bo'lgan. Yer yuzini pashti yarmini ushlab, yer yuzini pashti yarmini qo'lga oldi. Xivaxonligi, Buxoroxonligi do'stlar tarixga qaytdi, hammasini ko'rdi. O'zbek xalqi juda ham kuchli xalq. Do'stlar, biz bir bo'lishimiz kerak, bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Bilmayman, men ota-onam shunday tarbiya qilgan. Men o'zimni xalqimni yaxshi ko'raman. Xo'p, menga To'ychaka shunaqa ishlar qildi, men xafa emasman. Zato o'zim uchun xursandman, что aka uyga bordi, oilasini bag'riga. Menga yangi sudga beraman deyapti. Departamentga yozib beraman seni deydi. Do'stlar, qamalsam ham, nima desam bo'ladi? Boshqa narsa bo'lsa ham menga to'g'risini aytsam, rovna. Meni xalqim, o'zbek xalqi ko'chada qolmasa, o'zini nima desam bo'ladi? Baxtli yashashsa, men shundan xursandman. Xo'p bittasini men baxtli qila olsam, shundan xursandman do'stlar. Bilmadim, ichimdagi hamma gapni aytdim do'stlar. O'ylaymanki sizlar bu videoni to'g'ri tushunasizlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Bugunga kelib mana 12,000 tamiz do'stlar. 12,000 dan oshiq bo'ldi. 12,000 tamiz. 12,000 kishi bitta odamga, misol mana hozirgi Ergash akaga yordam berish nechio не стоит. Серьезно, nechio не стоит. Hech kim 50 rubl, 5 rubl, 100 rubldan itak ko'chaga yoqib o'radi. Yordam berib shu akani yuborib o'rsak, ko'pchilikka bu oson. To'ychakani qanday yubordik, o'zingizlar ko'rdinglar. Hali o'ylaymanki, do'stlarni поддержкanglar bu bar boshqacha. Chunki men aytayapman, xalqda bir bo'lgani bu eng katta narsa. To'ychakani ham yuborgan payt men yig'laganimning sababi, kattadan katta sababi shu ham edi. Oldimda turgan o'zbek bolalari hozmaslar meni ko'rib turibdi. Oldimda turganinglar uchun
hammanglar bir bo'lib ham men bilan shu akamiz uchun qattiq harakat qilganinglar, men ko'nglimga tegib shuncha yig'lab o'rganinglar. Nahotki meni shuncha odam podдерживать qilyapti. Bu meni eng katta orzuyim do'stlar. Ota-onam tarbiyasi shunaqa. Bilmayman, O'zbekiston xalqini, O'zbekiston juda yaxshi. Juda ham yaxshi. Do'stlar, o'ylaymanki bu videodan qanaqadir kimdir xulosa chiqarib oldi. Sizlarga основной savollarga javob berdim. To'ychi aka nomerini yozib o'tirmayman do'stlar. Просто kelinglar, shu yerga To'ychi aka haqidagi mavzumizni yopaylik. Ergash aka haqida o'ylaylik. Sizlarni nima desam bo'ladi? Hurmat qiluvchi Rustam Rahmonov, hammanglarga katta rahmat. Xayr do'stlar.